Ilonni mabodo o'ldirsak, u sherigini chaqiradi deydi. Shu gap rostmi? Hamma qiziqadigan savol. Qasd oladi deydi. Qasd oladi degan hamma qiziqadigan savol. Tabiatda bitta hodisa bor. Erkak va urg'ochi organizmlarda erkaklar urg'ochini izlab keladi. Aha. Urg'ochilar lekin erkakni izlab bormaydi ko'p holatda. Agar urg'ochi ilonni o'ldirsangiz, uning qonidagi ferment o'sha atrofga sachraydida, erkak organizm uning hidi bilan keladi. Sizni chaqish uchun emas. Shunchaki urg'ochining hidi bo'lgani uchun. Tabiiy holatda endi ilonni ko'rgandan keyin odam yo uni o'ldirishga urinadi yoki bilmasdan bosib olishi mumkin, unda chaqadi. Shundan qolib ketgan bu tushuncha. Ya'ni izlab kelmaydi. Aynan o'ldirish uchun izlab kelmaydi. Shuning uchun yoqib yuborishadi-ku. O'ldirilsa ilon uni yoqishadi. Aslida uning tag zaminida o'sha yerda fermentini, hidini yo'qotish bo'ladi. Lekin bizda nima deyiladi? Uni tushuntirib o'tirishmaydi. U ko'ziga o'zi seni nima qilib